O'zbeklarni eng ko'p semirtiradigan 3 ta milliy taomi. Birinchisi palov. Yog' va guruch ko'pligi sabab bitta porsiyani o'zida 600 dan 800 gacha kilokaloriya saqlaydi. Ikkinchisi somsa. Voy, qovurilmaydi-ku deyishingiz mumkin, lekin xamiri ichidagi yog'ini hisobiga bir donasi 350 dan 500 kilokaloriyagacha saqlaydi. Ya'ni hech kim bir dona bilan to'xtab qolmaydi. Kamida 3 ta, 4 ta yeysiz. Uchinchisi esa qozon kabob. Bitta porsiyani o'zida 700 dan 800 kilokaloriyagacha energiya saqlaydi. Ya'ni bu go'shtni o'ta yog'liligi va yog'da qovurilganligi hisobiga. Bu video bilan milliy taomlarimizdan butkul voz keching demoqchi emasman albatta. Faqatgina milliy taomlarimizni balansga keltirgan holatda sog'lom ozing demoqchiman. Chunki biz o'zbeklar hech qachon milliy taomlarimizdan butkul voz kecha olmaymiz. Men oliy ma'lumotli dietolog, nutrisolog Xurshida Bonu Xurshidovna milliy ovqatlarni balansga keltirgan holatda bir oyda 4 kilodan uzog'i 10 kilogacha sog'lom ozmoqchi bo'lsangiz, sizlarni ozish marafonimga taklif qilaman. Ozish marafoni haqida to'liqroq ma'lumotni olish uchun kommentariyada bir raqamini yozib qoldiring.